Hürmetlik Musacan Efendim, elbette ilgili hem Şarkı Türkistan Marife Hemkarlık Cemiyeti, Halkara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği reisi bir kişidemdi. Bu tünügün eylem belgendeki kançılgan Türkiye'deki halkımız mı füçür kalan buldu. Bugünkü söhbet hakkında sizlerden soruşumla alay talep kılan şekilde. Hem Türkiye'de yıllardan buyan nurgun halkımız puhra bulup, vatandaş bulup müşahede buldu. Heyli hem mesela meyli kod meselesi olsun, bir yerde işleri hallolmayan nurgun halkımız var. Bulanınki kişiler ciddi özününki pat uya bir yerde tutup aldığın o bu işler buldu. Ve vatandaş hallolmayan halkımız bu mesela yüzlerce, 200'den artık adam bağlıqını şu şekilde geldi. Bunun işlerini kim hal kıldı? Bunun marif cemiyeti hal kılamdı, halkara teşkilatlar birliği hal kılamdı. Bu vatandaşa, bu halkımız kimge barıdı mesela? Bu mesele bunun kimden üstüde mesela? Bunun bir sorap baysanız da köp talep kılalım şu bunu sizge sorayım. Elbette bu meselelerini yıllardan bu yana zaten Şarkı Türkistan Marif Hemkarlık Cemiyeti ve Teşkilatlar Birliği üstümüz bilen ortak hal kılıp kelayotgan bir mesele. Bazılarını hal kılalgan bolsa ham, bazıları hal bolmagan mesele. Hal bolanmaganlarning sebebi çünkü Türkiye'de bazı jinoiy ishlarga aralashib qolgan qarindoshlarimiz bo'lgan. Shu sebepten ularninki turmuş yetib qolish sebeplariga qonuniy jihatdan qonunsizlik hisoblanganligi uchun ularni chiqish imkonsiz bir avval ko'rilgan. Bundan keyin albatta yana Şarkı Türkistan Marif Hemkarlık Cemiyeti ve Teşkilatlar Birliği ortak şekilde hareket kılıp bu meseleni hal qilishga erishimiz. Tutulup qolgan qarindoshlarni zaten mana xilijiq qarindoshlar telefon qilib siz yangi mas'ul bo'libsiz, mening shunda yaqinim bor deb ism falan yo'lman qo'ygan degan avvallar telefonlarni topshirib oldim. Bunga aloqador bizim munosabatlik ko'cha dars bo'lsin yoki shunga o'xshash Ankara'daki boshqa munosabatli qurumlar bilan aloqa qilyapmiz. Munosabatimizni kuchaytirishga tirishyapmiz. Shunga o'xshash albatta bu ishlarni yana biz qo'limizdan kelishicha xalqimizning xizmatini qilishga, xalqimizni qiyinchilikdan qutuldirishga tirishimiz albatta. Mayli iqomat rad qilingan qarindoshlar bo'lsin, mayli geri gönderim markazida vaqtli tutib turilayotgan qarindoshlar bo'lsin, vatandaşlık işleri olsun. Bu işlerde yani kolumuzdan kelişe tirişimiz ama burunqadek vatandaşlık işlerde onda asan bir avval görülmeyapti hazır avvalda. Çünkü Türkiye'nin siyaseti özgürüşü de asaslı şu vatandaşlık meselelerini biraz onda burunqadek qalğanç beri turgan onda avvalına hiç görmedik. Lekin yanla biz şu iş bilan etishga tirishimiz Türkiye'de yaşayan qarindoshlarımızdan qanday qiyinchilik bo'lsa, albatta biz qo'limizdan kelishicha hal qilishga tirishimiz, ama bizni unda bir davlat darajada bunda qarab, mening ishimni hal qilmadim, kerak mening qarindoshimni qilmadim deb bizga cho'ng bisim qilishmi, bizga haqsizlik deb qarayman. Chunki bizim bir ijtimoiy tashkilot Turkiya turibdi. Lekin qo'limizdan kelgan bütün imkonlarni ishqilib, har qanday bir qarindoshimizniki qiyinchilikni hal qilishga biz tirishimiz. Mayli Şarkı Türkistan Marif Hemkarlık Cemiyeti olsun, mayli Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği olsun, biz ortak hareket qilib bu meseleni hal qilishga tirishimiz. Hoş. Bir qo'shimcha qilib aytib ketay. Hoş. Raisimizningki so'ziga qo'shimcha. Bir davlat ko'chmanlik ishlari, iqomat ishlari, vatandoshlik davlatning o'zining chiqargan siyosati bo'ldi. Bu siyoset mu qarorlik oldi o'zgarib turdi. Buni tushunishinglar kerak vatandoshlar. Buni tushunmagan ahvolida xato uqum ketib qoladi. Voy mushular hal qildi, burun hal qilgan, mushular bunda qilgan deb kuch faronlarini selish yaxshi emas. Ya'ni bunda ikkinchi masala, mumkin bo'lsa raisimiz nayt edik qilib biz Ma'rif jamiyatidan buning ega chiqimiz degan ekan. Unda bo'lsa vatandoshlarga qanday yiqilish to'g'riliq bir ta'bir tushuncha bersam, men tushuntirish bersam. Bu mesele sizin şahsi meseleniz arkadaşlar. Avval düşünüyorlar. Manında başkalarına aşkarlaşın halman kısım var. İsmanla, ikamet numaranla, pasportunla bir şeylik oturlukta, torlarda çıkıp çıksa bu üzerinin bir xatarliki
o'zingizning kimligi va o'zingizning bundan keyingi oilaviy munosabatlaringizni ta'sir qilib qilishi mumkin. Do'stlik munosabatini ta'sir qilib qilishi mumkin. Shunga menda ta'bir beradigan taraflar yoki ehtiyoji bor taraflar Ma'rif va hamkorlik jamiyatimizning raisi Musajonga o'shaldan deb qo'y, Ma'rif jamiyatimizga, ya'ni jamiyatimizning raisi orqali shu jamiyat bilan bevosita kelinglar. Kelgan chaqda bu iltimosinglarni va masalanglarni yozma shaklda. Ya'ni yozma shaklda deganim telefon qilib, "Alo, mening bunda qilmagan-te" deganda o'taroq kimliginglar bo'ladi. Mening masalam meyda mehkichdi. Uyg'urcha ulamdi, turkcha ulamdi, kichikgina bir izohat bilan akilib, "Abi, kardeşim, tuqqunum, reisim, manası mening masalamda mushu narsa qanday shaklda yetkazib qo'ysildi desilar, men adam mas'uliyatni oladi. Olgan bo'ladi-da. Qog'ozni keldim, keyin sizlarni surish qilasiz. Manchinchi joyning manchinchi kunisiga qog'oz berib ketdim, qanday degan narsa bo'ldi. Telefon qilib qo'ydim, WhatsApp uchirib qo'yib, sen javob bermadan desanglar, u to'g'ri bo'lmaydi. Kelinglar, biz qarshi shaxsan menmi dey, qarshi olamiz. Buni sistemalik holda anglitishning bir qancha yo'llarini tushuntirib beraman. Birinchi qadamda sizlar dadanglar bo'la, buni Facebookga chiqarib, "Ma'la, mening menda narsam bor-te, men manchiligingiz iqomatim chiqmadi" deganni agar shaxsiy holda hal qila oladigan, Facebookda hal qiladigan ishinglar bo'lsa, qarindoshlar, nima deydi men? Lutfan deydi ekan. Marhamat. Ayni hal qilsanglar bo'ldi. Yo'q, buni shu davlat hal qilib deb ishonsanglar, shu davlatga to'g'ri sunadigan yo'lga biz yordam qilamiz. Sunadigan yo'lga. Ya'ni ma'ni masalani apirib, manda bir masala bo'lsa ekan bir vatandoshimizningki, bu masalani hal qilishinglar kerak. Manda qilib berishinglar kerak deb biz bularga tavsiya beramiz. Ammo Ma'rif jamiyatini, tashkilotlar birligining raisining va tuniga rais chiqding, siz maaşni hal qilmamsan desanglar, meni to'g'ri tushunmagan bo'lib qolasizlar. Buni to'g'ri shaklda qilish, qog'oz yuzda chiroyli iltimoslarni akilib mamandati. Biz masalan oiladagi 5 jon danglar. Anaki men to'plashib kelgan chaqdagi yana bir xatarni deb beray. To'plashib akab berdilar deysizlar. Masalan bir odam oldingi yil degan oldin qatimdimi. Men 156 dan vakolatdan telefon qilatim sizlarga dedi. Men tushunib qoldim. Kam bu 156 dan vakolatdan siz so'zlisingiz, buning uchun nurg'un shaxsiyati va haqniki. Shaxsiy oilaviy maxfiyatligi va shaxsiy o'zininki bunda boshqalar bilmasin deydigan taraflar qanday hal qilamiz buni dedim. Shaxsiy materialingiz ayrim menda lipoprang chiqarish, mening ishim markazga bas, Anqaraga bason, aloqador doiralar bason, ko'sin, menga bir javob berib bering degan bo'lsanglar, chiroyli hammanglar o'z oldingizga aytgasanglar, jamiyatimiz bu da buning qanday qadam oldik degan chaqda chiroyli qilib bas sizlarningki shaxsiy uchuringlarga hurmat qiladigan, qo'g'daydigan va buni sirtqi taraflarga oshkorlamaydigan shaklda biz bevosita hukumat organlariga sog'lom holda yetkazib berishga biz tuzum qildik. Manda yiqilishayli. Andan keyin yana ba'zi bir gaplar bor, falonchi hal qilib turibdi ekan, bu kunchi sen nima ish qilolmaysan, demak sening kuching yetmaydi. U unda ish yo'q qardoshlar. Davlat bir odamning shaxsiy iltimosi bilan bizning o'zgartirgan bo'lsa, yana o'xshash marhamat. Ikkinchisi, yana uchinchisi pul bilan. Bular pul vasi hal qilib turdi, manda qilib turgan narsani kallangizdan chiqarayotganlar. Pul hal qilsa sizlar o'zingizlar hal qilib olsanglar bo'ldi. Yanchiqlik pulni bizga akapirang degan gapni demdim. Hozir materialni chiroyli aytganinglar. Xo'sh. Anladingizmi Abdulla? Siz deb beraman gapni. Material chiroyli aytganlar, masalani ozgina izohat bilan manda izohatim bor. Oilamda balam bor, iqtisodiy qiyinchilikim bor, sog'liq masalam bor, o'qish qichiranmayapman, manda hajatdimdan chiqolmayapman, o'zimning manda boshqa bir haqlik deyolmaydigan manda taraflarim bor edi deb kelganchada biz mushu shaklda aloqador hukumatning tarmoqlariga yetkazib, aniki masalaning jiddiyligini qo'ygan bo'ladi. Bu bo'lmasa vatandoshligim chiqmamdi, iqomatim chiqmamdi desanglar, men vatandoshlik beradigan u kuch bo'lgan bo'lsa, birinchilab menikini olgan bo'lardim qarindoshlar. Mening vatandoshligim yo'q bu Turkiyada. Men faqat Avstraliya garajdan bilan yerda xizmat qilyapman. Musajon qarindishimizningki urush tuqqanlarning ichida ba'zi tunish bilishlarning ichida shu vatandosh chiqmaganlar bor. Buning nima deymiz? Menda o'ylaydi. Shunga to'g'ri yo'lnishni deyman, yana ijobiy gap bilan inshaalloh mush bugundan tortib har qanday siqintisi bo'lgan vatandoshimiz kim bo'lishidan qat'iy nazar, ma'rif harakatini qo'llagan bo'lsin, Sharqiy Turkistonlik va Uyg'ur millatining bir tarkibiy qism bo'lib, siqintanglar bo'lsa, shu siqintangni chiroyli yozma shaklda ma'rif jamiyatimizning raisiga, ma'rif jamiyatiga chiroyli shakllantirib, sunib, anandiki mana shu javob bergancha deb keyin anandiki yanalam ishxonaga berib, ma ishim qanday bo'lgan deb surishtiq qilsanglar, meningcha inshaalloh qo'limizdan kelgan yo'llar bilan buni hal qilishga, buningga yaxshi bir yo'l izlashga tirishimiz. Ammo bir narxdan deb qo'yay. Mava Turkiya hukumatiningki, Turkiya Cumhuriyetininki Sharqiy Turkistonliklarga to'lagan bir bedelni o'lchavroq qish qilaydi.
Men davlatchilik degan narsam shu. Ma davlatni haqiqatan nima deb qaradi desa, bu bizning gapimizni so'zlagandan Allah mening ishimni qilib berdi. Unda ish yo'q. Davlatning o'zining manfaati birinchi o'rinda. İkincisi o'ziga munosabatlik manfaatlar ikkinchi o'rinda keldi. Biz shu munosabatlik manfaatlarning ichida borlig'imizni xalqimizga deb qo'yamiz. Biz bo'lg'achqa bu Türkiye Cumhuriyeti 60 yilning bizning maslimizga, bizning xalqimizga ko'ngil bilib, mushada 300 mingdan ortiq Sharqiy Turkistonlikning yerlashishi, xizmat qurishi, oila qurishi, ijtimoiylashishi, qatorliq tijoiylashishi, qatorliq shakllarga sharoit yaratib beradi. Bu cho'ng bedelni shaxslar, tashkilotlar biz qanday qilib bunga yanıt verdik, ya qanday qilib bir javob qaytardik deganmi? Hammanglar qarindoshlar o'zinglar o'ylab boqinglar. Shunga davrinishimizda ma davlatning bergan imkoniyatlardan sog'lom foydalanamiz ekanmiz. Sura İbrahim'de bir nima la in shakartum la azidannakum. Yoki shukr qilg'ichilarga Alloh uning bergan ne'matini ziyoda qilib berdi. Agar buni kufr qilgan bo'lsak-chi, qattiq azob berdi degan narsa. Biz o'zimizning qiyin ahvolga tushib qolishimizni mushu oyatga bag'ishlab boqaylik. Biz shukr qilg'ichilar tarafiga o'tdikmi yoki musarat qilg'ichilar tarafiga o'tdikmi? Shukr qilg'ichilar inshaalloh keladi. Chunki vaqtni, zamonni, natijani belgilovchi Allah. Biz faqat musabbibmiz, sababini qilamiz. Inshaalloh ishonchimiz bor deb qaraman. Yaxshisi menmi mushu kurashgan taraflar bilan mushu masalaning jiddiyligini Musajan qilishimiz bilan teng o'tirib qo'ydik. Buningki jiddiy hal qilinmasa qanday siqintilarni chiqarganligini biz davlatning qonuniy nuqtalaridan, ijtimoiy nuqtalaridan, sog'liq masala nuqtalaridan, psixologiyalik nuqtalaridan, iqtisodiy nuqtalaridan to'g'ri bir tushundirish qilib biz bir aniqlama berdik. Demak, bu shaklda tushuntirib bersak, inshaalloh siqintilarimiz hal bo'ladi deb ishonaman. Inshaalloh umidli bo'linglar qarindoshlar. Umidli bo'linglar. Hargizmi mening ishim tashlanib qoldi, mening ishini qildi, mening ishini qilmaydi degan xato qarashlarni yutadib, inshaalloh qarindoshlik degan nima degancha meningkidan burun ma qarindishimning ishi olib ketsin. Men shuni orzu qilaman, meningkidan burun ma yadki ma oilaning ishi olib ketsin. Mening bolasi ishtilab oliy maktab chiqib ketsin deyman. Tunigan bir qarindishimiz oshxona ichib ketgan, birinchi yo'la tabrik ichdim. Muborak bo'lsin, Alloh barakat versin dedim. Bu manda qarindoshlik qilaydi. Shuna inshaalloh umid bilan chuqur bir yaxshi natija chiqadi degan ishonchim bor. Alloh razı olsun.